zikr bilan mashg'ul bo'l, kitob o'qi, yoz, uyingni, xonangni tartibga keltir, kimgadir foydang tegsin, bekorchilikni o'ldir. Qaraginda, uyingda sen qilishing kerak bo'lgan ish to'lib yotibdi. Ikkita mardikor olib kelsam, 1000 so'mdan bersam, огородni chopib, tekis agat olib beradi. O'zi men yo'q o'zi. O'zi hemiri yo'q. Qaraganda uyingda sen qilishing kerak bo'lgan ish to'lib yotibdi. O tomni ichiga chiqqanda tartibga keltirish kerak. Podvalingga tushganda u ham shu tartib kerak bo'ladi. Ko'changdagi ariq, eshiging tagidagi ariq tozami? Daraxtlaring sen o'zing xohlagandek chiroyli suratdami? Birodarlar, musulmon odam bekarchi bo'lishi mumkin emas. O'tirmaysizmi, dada, sizga nima deysiz? Yo'q, u mehnat qilib o'rgangan, mehnat bilan o'zini tirik his qiladi, mehnat bilan o'zini baxtli his qiladi. O'shuning uchun ketvonda olib sekin daraxtlarni tayin chopayotgan, agarot to'rlayotgan, daraxtlarni putayotgan. To'g'rimi? O'shuning uchun mehnat qiladi qarilar. Tushundinglarmi endi ukalar?